Qabrda faqat azob emas, lekin unda rohat ham bor. Hatto ulamolar aytadi, qabrga kirgan zahoti berkitilib odamlar uzoqlashgandan keyin hisob kitoblari boshlanadi. Munkar va nakir imtihoni boshlanadi. Robbing kim deb so'raydi. Ba'zi rivoyatlarda o'qigan namozimiz, tutgan ro'zalarimiz, masjidga yurgan qadamlarimiz, bergan sadaqotlarimiz atrofimizni o'rab oladi. Hisob kitob uchun kelayotgan farishtalarga namoz ro'baro keladi. Buni hisob qila olmaysan deydi. To'sadi. Azob farishtalariga ya'ni ro'zamiz muqobil, sadaqamiz muqobil, miskindan xabar olganlarimiz muqobil bo'ladi, to'sadi. Lekin asl savol javoblar Robbing kim bilan boshlanadi. Robbim Alloh desangiz, payg'ambaring kim? Ba'zi rivoyatlarda payg'ambar alayhissalatu vassalomni ko'rsatadi. Bu kishini taniysanmi deydi. Ha, bu kishi Allohning rasuli, men bu zotga iymon keltirganman desa, dining nima? Islom desa, najot topadi. Jannatdan bir daricha ochiladi. Darichaning ichida ko'rsangiz, dunyo insonlari ko'rsa hammasi xushini yo'qotadigan darajadagi go'zal hur o'sha darichadan tikilib turadi. Aytadi, "San deydi, menga san deydi. Xotirjam yotgin deydi. Faqat bo'sh o'tirmaylik, mana bu tasbihni ushla." Durni qo'lga tutqizadi. "Men bu tomonidan bu tasbihga durlarni tikaman" deydi. Siz qo'lingizda durni ushlaysiz, narigi tomonda hur durlarni tikadi, hurga tikilib mahliyo bo'lib qiyomat bo'lib qolganini bilmay qolasiz. O'ta go'zal surat vaqtni tez o'tkazib oladi. Lekin buni ziddi kun o'tkazolmay qiynaladi. Shuning uchun jahannam yoki qabr azobi haqida gaplarning muqobili bizga umid berish kerak. Biz Allohning aytganiga, payg'ambar alayhissalatu vassalomning xush xabarlariga tayyorlanib borishimiz inshaalloh qabrdagi imtihonlardan qutulishimizga sabab bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ummatimning boshida fitnalar bor. Eng ko'p qo'rqadiganim Dajjal fitnasi deganlar. Va boshqa rivoyatlarda bu ummatimning eng ko'p xavotir qilganim fitna qabr fitnasi deganlar. Ba'zi sahobalar aytgan, qabr fitnasidan Dajjal fitnasi kattami, kichikmi biz bilmay qolganmiz deyishgan. Ya'ni bu imtihon oldimizda birodarlar. Unga tayyorlanib borishimiz kerak. Qabr azobidan qutulishlikka harakat qilishimiz kerak.